bizlar bilan hamkorlik qilayotganingizga. Oldin siz ham ishonmadingiz. 1 yil degandan keyin keldingiz. Mana bir rezultat bo'lgandan keyin kiyishni boshladingiz bizlarning stelkalarni. Mana o'zingizda qanaqa rezultat bo'ldi? Ayting. Doktorlar ishontirish qiyin-a, lekin bilasiz. Yo'q, men o'zim vrachman, nevropatolog. Bu opsiya ham bo'ladi. Bunaqa stelkalarni boshqa kompaniyalarda ham bir paytlar Rossiyaniki bo'lgan, Tershiniki bo'lgan. O'sha paytda men ishga kirganimda onamlarga, otamlarga, qaynotamlarga, пожилой возрастdagi insonlarimga olib berganman. Alhamdulillah juda ham yaxshi yurishadi. Halizgacha mana qaynotamlar ham juda ham yaxshi yuradilar. Stelka boshqacharoq tuzilgan edi, lekin ta'sir mexanizmi xuddi shunaqa edi. Oyoq tagidagi joylashgan biologik faol nuqtalarni stimulyatsiya qilish yo'li bilan butun organizmdagi hamma organlarning ish faoliyatini me'yorida ishlab berish xususiyatiga ega bo'lgan. Hozir oxirgi mana shu 3 yil ichida menda o'zimda ham belimda поясничный крестовый отделda L3, L4, L5 segmentlarimda 6 mm dan 3 ta grija aniqlandi. Конечно, bu MRT tekshiruvi asosida aniqlandi. Unga tushishimdan maqsad o'zi chap tomonlama yurishim og'irlashib, chap oyog'imga og'irlik berib, og'riq kuchligidan umuman даже bir 20 kun ichida umuman uxlay olmadim. Har xil tibbiy preparatlardan foydalandim. Endi o'zim nevropatolog bo'lganim uchun hamma kerakli dori vositalaridan foydalandim. Qisman yengillik bo'ldi, lekin natija ololmadim. Keyin taqdir taqozosi bilan mana siz bilan birga institutni bitirganmiz, shifokorlarimiz bir ulfatchilikda gapda o'tirib qoldik-da, sizni ko'rib shu stilkangizni menga tavsiya qildingiz. Men sразу ikkilanmasdan sразу oldim. Mana hozirgi kungacha shu stilkani oyoq kiyim ichida halizgacha kunda 6-7 soat davomida kiyib beraman. Пришлось, что vaqt o'tgandan keyin mana shu stilkani men o'zim oyoq kiyim ichida ishxonaga 9:30 da kelaman, soat 2:30-3 gacha oyog'imdan yechmasdan kiyaman. Hech qanaqa og'irligi ham yo'q, bir botadigan joyi ham yo'q. Asosiy maqsad bundagi joylashgan magnit, 6 ta magnit va 20 xil mikroelementlarni ta'sir mexanizmini men o'zimda kiyib, shunga убедилась, что оно мне хорошо помогло. И 2,5 yil deganda MRTga boshqa talab tushdim. Tushib ko'rsamki, MRT radiolog vrach chaqiryapti. Sizda mana shu L3, L4, L5 segmentlarda nimadir bor edi. Nima bor edi? O'sha narsa исчезла, deyapti. Я говорю, да, у меня 6 mm-dan 3 ta grijam bor edi. Tak прям qurtga o'xshab dum-dumaloq bo'lib osilib turardi. Chap tomonimdagi koreshovim, mana shu tomonida tak pachoqlanib kompressiya bo'lgan, o'ta bundoq turardi. И вот он показывает, вот эта компрессия тоже у вас открылась. Я говорю, как это, deyapman. U menga savol beryapti. Men sizdan so'rasam, qanaqa ochildi? Men aytdim, menda bitta единственное, что stelka kiydim. Shu stelkani бесперерывно kiydim. Qishin, yozin yil 12 oy. Hech qanaqa og'irlik ham qilmadi, boshqa ham qilmadi. Bu asosiy, men birinchi kiyganimda qanaqadir dirrlagan tovush eshitdim, vibratsionniy tovush eshitdim. U menimcha o'sha meni полностью suv-musha sistemamni muvozanatini to'g'irlayapti deb o'yladim. Korreksiya qiladi, chunki. Korreksiya qildi. Menda o'sha yaxshigina kifozam, skoliozam bor edi. O'sha skolioz ham ancha выпрямлять qildi. U radiolog ham juda ham hayron bo'ldi. Qanaqa stelka bu, nima bu? Meni hayotimda birinchi marta shunaqa katta diametrli grija без всяких оперативных вмешательств, оно исчезает. Куда и вот не знаем, deyapti. И прям degenerativniy prosesslarim, grija shmorlalarim bor edi. Hammasi to'g'irlangan. Disklarning orasidagi tog'ay qismimiz ham degenerativniy prosesslari yaxshi tomonga o'zgardi. Sразу ortopedimga ham ko'rsatdim. Ortopedim ham ishonmadilar. Chunki men chap tomonga oqsoqlanib qolganimda, menda koksartroz ketyaptimi yoki grija ketyaptimi deb birinchi ularga murojaat qilganimda, MRTga tushsangiz bilamiz deganlar. Keyin MRTda kirganimda menda koksartroz или grija aniqlash uchun tushganman. Ortoped ko'rib, u ham hayratda. Qanaqa qilib ishonmasdim, lekin Muniraxon juda ham chiroyli to'g'irlangan, boshqa kamchiliklaringizni ham to'g'irlab olgan.
hozir umurtqa pog'oningiz juda ham toza, ozgina osteoxondrozingiz bor, bu hech narsa emas, bu hammada bo'ladi dedi. Natija yaxshi oldim. O'zim bilan birga yana 3 ta inson kiygan. Ularda ham xuddi shunaqa bo'yin qismida 3,5 mm grija so'rilgan, bel qismidagi 5 mm, 4,5 mm grijani so'rilib ketdi. Inshaalloh. Tavsiya qilasizmi?